Assalomu alaykum. Hozir AutoCADning bosh menyusi hamda utilitsiyalar haqida gaplashib o'tamiz. Buning uchun AutoCADning bosh menyusini ochamiz. Создать, открыть, сохранить kabi yoki import-export haqida gaplashib o'tgan edik. Endi mana bu utilitsiya menyusiga kiramiz. Bu yerda har xil настройкалар mavjud. Ulardan biri свойства чертежа. Bunda bizlar chertejimizni qachon сохранить qilinganligi, qachon yaratilganligini ko'rishimiz mumkin. Mana bu chertejni hozirgina ochdim. Shuning uchun bu yerda hech qanday ma'lumot yo'q. Misol uchun Floor Sample ga o'taman hamda boyagidek utilitsiyaga kirib, свойства chertejaga kiraman. Bu yerda ko'rib turganingizdek, bu faylimning saqlanib qilingan joyi, razmeri, qachon ochilganligi hamda qachon o'zgartirish kiritilganligi haqida ma'lumot bor. Bundan tashqari, dokument hamda statistika bo'limida faylning umuman boshqa kompyuterdami, qayerga yaratilganligi hamda qachon yaratilganligi haqida ma'lumot bor. Misol uchun, ana shu faylimiz Autodesk kompaniyasi tomonidan 1997-yilda yaratilgan. E'tibor berib qarasangiz, bu fayl AutoCADning ancha eski versiyalarida ham bor. Shuncha yildan beri o'tib kelmoqda. Hamda shu faylning ustida 105 soat ishlangan. Va boshqa ma'lumotlarni mana shu yerga qo'yib qo'ysa bo'ladi. Bundan tashqari, utilitsiyada единицалар mavjud. Bizlarga juda ham kerakli bo'lgan. Bunga kiramiz. Biz odatda millimetrlarda ishlaymiz. Agar sizda bironqi fayl kelgan bo'lsa, hamda unda millimetr emas dyum bo'lsa, millimetrga qo'yish kerak. Bundan tashqari, chizmamizning aniqlik darajasi bu 0 dan keyin 2 ta 0 yetarli, chunki juda ham undan ko'pi ortiqchalik qiladi. Hamda OK ni bosamiz. Hozir bu amerikancha fayl, Amerikada ishlab chiqarilgan plan bo'lganligi uchun dyumda turgan edi, lekin bizlar yangi fayl ochganimizda avtomatik tarzda hammasi millimetrda hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, avtomatik tarzda millimetrda ochdi. Faqatgina o'zgartirishimiz mumkin bo'lgan narsa mana bu tochning ustini o'zgartirishimiz mumkin. Hamda OK ni bosamiz. Bundan tashqari, utilitsiyalarda mana bunda очистить tugmasi bor. Buni keyinroq ish jarayonida ko'rib o'tamiz.